Narsissizm va o'ziga bo'lgan ishonch. Hozir bu ikki holat o'rtasidagi farq haqida gaplashamiz. Tashqaridan qaraganda bu ikkalasi qat'iyat va kuchli xarakter bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin ichkaridan qaraganda bir-biriga butunlay zid. Narsissizm bu atama qadimgi Yunon mifologiyasida Narkissos ismli yigitning nomi bilan bog'liq. Psixologiyada narsissizmning ikki turi farqlanadi. Sog'lom narsissizm, ya'ni o'z-o'zini hurmat qilish, yutuqlardan faxrlanish va o'z qadrini bilish hissi. Ikkinchisi esa narsissistik shaxsiyat buzilishi. Bu tibbiy holat bo'lib, bunda inson boshqalarning his-tuyg'ularini tushunmaydi, ya'ni empatiya his qila olmaydi. Doimiy ravishda maqtov kutadi va o'zini dunyoning markazi deb hisoblaydi. Bu holatdagi narsissizm aslida ishonch emas, u qattiq qo'rquv. Chuqur dars ketgan ego ustiga yopilgan yaltiroq niqob. Haqiqiy o'ziga bo'lgan ishonch esa boshqa narsa. U sokinlikda yashaydi, u shovqin solmaydi. O'ziga bo'lgan ishonch o'zining kamchiliklarini ham kuchli tomonlarini ham tan olish jasoratidir. O'ziga ishongan inson xato qilishdan qo'rqmaydi, chunki uning qadri boshqalarning fikriga yoki bitta mag'lubiyatga bog'liq emas. Narsissizm bu qog'ozdan qurilgan qasr. Haqiqiy o'ziga bo'lgan ishonch esa haqiqatdan qurilgan poydevordir. Siz qaysi birini quryapsiz?